Vatan degan nima? Vatan ana yerdir. Vatan qahramonlarimizning qonlari bilan so'rilgan muqaddas tuproqdir. Vatan Uyg'ur uchun qondir va jondir. Vatan Germanlarning Deutschlandidek, Fransuzlarning Parijidek, Uyg'urlarning Turkistonidir. Vatan düşmanlarning paskini oyoqlari ostida turishni ko'tarmaydigan namozgohimizdir. Vatan Uyg'urlarning orzu armonlari mujassamlashgan ma'naviy zamindir. Vatan adolat va yo'riqlik izdiguvchilarning o'rtaq nishoni va manzilidir. Vatan e'tiqod imonimizning va sevgi muhabbatimizning qaynoq manbasidir. Vatan erkin insonlarning jannati. Her bir xalqning Tangri Taolo baxsh etgan zimini bordir. Vatan bizning kimligimiz. Vatanimizsiz bizni hech kim tonimaydi. Vatan jimi huquqlarning yuksak cho'qisi va asosidir. Vatan mangu so'yishga va jonni pido qilishga arziydigan vafodor yerdir. Vatan sevgiga erishgan kishilarning qalbiga bisilgan baxt tamg'isidir. Vatan o'zi to'ralgan zamin bilan insonni bog'lab turg'uvchi sevgi rishtisidir. Vatan Uyg'ur uchun ajdoddir, kelgusidir, Nuhning kemisidir. Vatan imonning chirg'i yo'ritilgan tekchidir. Vatan iffat nomusimizni, g'ururimizni qo'g'daydigan qo'rg'ondir. Vatan erlarimiz uchun qiz ayollarimizdir. Qiz ayollarimizning iffat nomusidir. Vatan ozodlikning, barobarlikning va baxt saodatning kafolatnomasidir. Vatan madaniyatimizning yiltizidir. Bu yiltiz hem tuprog'imizda hem ong ruhimizdadir. Vatan millatini, vatanini, dinini so'yganligi uchunla jinoyatchiga aylangan esil qarindoshlarimiz dastlab turgan bir o'chim tuproqdir. Vatan vahshiy hayvonlarning hujumida kelibmi bizni ching bag'riga besib qo'g'dayotgan onamizdir. Vatan millatning taqdiri qil ustida turayotgan bugungi paytlardami parvosiz bir chetda qarab turgan kishilarimizning azod bo'lgandan keyingi vatanda yashash huquqi yo'q.